Tasavvur qiling, siz yillar davomida pul yig'ib uy qurdingiz. Ammo bir kun kelib, bu uy noqonuniy qurilgan degan xat keladi. Savol tugiladi. Kadastrsiz uy buzilishiga olib keladimi? Ko'pchilik bu savolga aniq javobni bilmaydi. Bugun aynan shu haqiqatni ochib beramiz. Muammo nimada? Ko'p odamlar uy qurishni boshlaydi, lekin kadastr hujjatlariga yetarli e'tibor bermaydi. Keyin rasmiylashtirib olaman degan fikr bilan qurilish boshlanadi. Ammo aynan shu xato kelajakda katta muammolarga olib keladi. Chunki kadastrsizlik bu qonuniy asos yo'qligini anglatadi. Kadastrsiz uy qonuniy hisoblanadimi? Qisqa javob: yo'q. Kadastr hujjatlari bo'lmagan uy rasmiy jihatdan mavjud emas deb hisoblanadi. Bunday uy davlat reyestriga kiritilmaydi, sotib bo'lmaydi, ipotekaga qo'yilmaydi va meros qilib qoldirib bo'lmaydi. Eng yomoni, u noqonuniy qurilish sifatida baholanadi. Bunday uylar buziladimi? Ha, ayrim holatlarda buziladi. Agar uy begona yerda qurilgan bo'lsa, belgilangan me'yorlarga zid bo'lsa, yo'l, kommunikatsiya yoki qo'shni hududini egallagan bo'lsa, unda davlat organlari qarori bilan buzib tashlanishi mumkin. Bu jarayon ko'pincha ogohlantirishlardan so'ng amalga oshiriladi, lekin oxir-oqibat katta zarar bilan yakunlanadi. Keyin rasmiylashtirib olish mumkinmi? Ba'zi holatlarda ha, lekin bu oson emas. Agar yer sizga tegishli bo'lsa va qurilish me'yorlariga mos bo'lsa, jarima to'lab, loyihalashtirib, hujjatlarni keyinchalik rasmiylashtirish mumkin. Ammo har doim ham bunga ruxsat berilmaydi. Shuning uchun keyin hal qilaman degan yondashuv xavfli. Xulosa va muhim maslahat. Uy qurishdan oldin eng muhim qadam kadastrni rasmiylashtirish. Qurilishi kerak bo'lgan uyni loyihalashtirib, tuman arxitektori bilan loyihani kelishish kerak. Bu sizni jarimalardan, sud ishlari va uy buzilishidan saqlaydi. Yodingizda bo'lsin, kadastrsiz va tegishli hujjatlarsiz qurilgan uy bu doimiy xavf ostidagi uy. Xulosa: avval ruxsat olib, keyin qurilish. Agar siz yoki yaqinlaringiz uy qurishni rejalashtirayotgan bo'lsa, hech qachon tegishli hujjatlarsiz ish boshlamang. Avval hujjat, keyin qurilish. Bu nafaqat qonun talabi, balki o'zingizni himoya qilishning eng to'g'ri yo'lidir.